Mana xuddi o'sha shaftoli grammiga. Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar va obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Biz mana har qanaqa ishlarimizda, har xil mevalarimizda videolarni chiqazib, kelajakda isbotlarini chiqazib, natijalarda ko'rsatishga qiziqib boryapmiz. Asosan nima? Bizdagi qiladigan ish natija. Mana o'sha natijalarimiz. Biz hozir Toshkent viloyati Ohangaron tumanidamiz. Bog'bonimiz o'zlari bilan, Firdun aka bilan birga video olib, videolar jarayonida hamma bo'lgan ishlarni batafsil aytib o'tmoqchimiz. Hurmatli Qutbiddin aka, hozir mana aka shu bog'ni tayyorlashda asosan biz foydalanganimiz onlayn tarzda, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Onlayn tarzda qanaqa jarayonlar bo'ldi? Mana videolar davomiga nimalar bo'ldi ish jarayonlarida, shuni aytib o'tsangiz. Sizdagi bir savolimiz, qanday yutuqqa erishdingiz? Daraxtimiz necha yillik? Daraxtimiz 2023-yil ekilgan. Hozirgi sanamiz 2025-yil. Ya'ni bu daraxtimiz 3-bargida turibdi. Mana shu ustozimiz bilan gaplashib, ustozimizdan yo'l yo'riqlarini so'rab, shu narsalarga ustozimiz har hafta bu narsani onlayn tarzda o'zlari nazorat qilib, kerakli ko'rsatmalarini aytib, kerakli tavsiyalarini bergan. Biz shuni hammasini Allohga shukr, Alloh shunchalik berib qo'ydi, sabablarini qildik. Mana shu natijaga erishdik. Mana yon shoxlar bilan ishlashdik. Keyingi yildagi ishlaydigan jarayonlarimiz, nodalarimiz mana bular bilan bo'ladi. Asosan bizda 4 ta lider tanlab olamiz. O'shanga qarab ish tartibini olib boramiz yana. Azizbek aka, ustoz, endi buni terimdan keyingi ishlarimiz haqida sizdan qanday ishlarni amalga oshiramiz, shuni sizdan hozir so'rasam. Erishgan yutuqlar. 2 yoshda mana nima natijalarga erishdik, nima yutuqlarga erishdik. Endigi qiladigan ishlarimiz terim davridan keyin oradan 15-20 kunni o'tkazamizda siraz xom novdalar bilan ishlashlik. Keyingi etapdagi, keyingi yildagi hosilxonani pishirib olishlik. Biz agar shu holatda qoladigan bo'lsa, tagi qalinlik qiladi. Mana biz mevani kerakli holatda olib oldik. Kerakli holatda mana bu novdalarni olib tashlaymizda ichki. Bizda asosan 4 ta lider. 1, 2, 3, mana 4 liderli bo'ladi. Yo 5 ta, 5-si lishni. 4 ta lider bu Kaliforniya, mana Yevropa davlatlarida, Kaliforniya shtatlaridagi bog'larda syomkalari har bir YouTube kanallarimizda chiqyapti. Mendagi uslub, mendagi tartib xuddi o'sha tartibda. Xuddi o'shanaqa holatda tartibda e'tibor beramiz, nima yutuqlarga turamiz. Mana 2 yoshda nima natijaga. Mana shunda ham sal qalin qo'yganmiz, mayli, xo'p. Qalinlik qilmaydi. Mana shablonimiz, e'tibor beramiz, shablonda qanaqa holat. Bu 95 100 da uradimi? 95 plyusda uradi. 95 plyusda uradi, xudo xolasa. Bu natijalar. Bundan ortiq bizga hech nimani keragi yo'q. Bundan ortiq mana e'tibor beramiz. Uzun kaltak qo'ydik-ku. Uzun qo'yib ham mana siyraylashtirsak nimaga erishamiz? Siyraylashtirmasak hamma bog'da hamma tomoni ham bunday bir xil emas. Bizda qilinmay qolgan joylarimiz ham mavjud. Mana qarang. Qanaqa holatda shablonimizga e'tibor beramiz. Bu endi hozir yonimizda tarozi yo'q, ichkarida olib kirib tarozida tortib ko'ramiz. Necha grammni uradi? Kommentariyada kutib qolamiz. Menimcha 250-260 grammlar bo'lishi mumkin. Undan oshsa oshadi, kam bo'lishini bilmadim. Bundagi misollar bitta bu bilan emas.
Bitta bu bilan o'lchamaydi. Xuddi shu holatda. Mana. Shablonlarimiz qanaqa holatda? Bitta bu emas, mana. Kichkinalari ham bor, yetilmay qolganlari ham bor. Endi boyaga toqalanmagan joyga o'tamiz. Bu yerda qizlarimiz toqalash jarayonida ko'zdan qochirib, shu shoxlarni nimani yo'qotgan joylarimiz. Nimani yo'qotib qo'ydik. Mana. Mana bu kichkina kaltak. Bunda bunaqa daraja kerak emas edi. Bu ham uzun. Uzun bo'lib, boyagidek yetilgan kaltak emas edi. Bu kichkina kaltak edi. Bunda asosan 4 dona qoldirsak, 3 dona qoldirsak bizga yetarli bo'lardi. Mana buni narxini uringi, bunisini narxini uring bozorda. Nima yutuqqa erishamiz, nimani yo'qotib qo'yamiz. Mana sizda misol. Mana tepada xuddi shuni o'rnida kaltagimizga e'tibor beramiz, qanaqa holat. Shunda ham vaqtida olish kerak edi. Masofa mana. Masofani shunday qo'yishimiz kerakki, shablon qanaqa? 3 tasidan katta bo'libdi. 3 tadan katta. Mana bunda, mana bunda. 4 tadan katta. Mana. 4 tani bir o'zi qoplab oladi. Mana bizdan misol. Mana xuddi o'sha jarayon yonida shu agatimiz toqalanmay qolgan zichlik qanaqa? Bir-biriga xalaqit bermasligi kerak, tegmasligi kerak. Masofa. Mana bu o'rtada qarang qanaqa jarayon bo'lyapti. Bu novdamiz juda uzun. Juda uzun qo'yilgan. Bunda qo'yilishi kerak asosan mana shuncha novda. Bu yangi novdadan qo'yilganida hosilxonaga qizg'ongan qanaqa yo'qotishga kelib qo'ydik. Hurmatli bog'bonlar va obunachilar, bizda mana ko'rsatadigan videolarimiz ma'qul keladigan bo'lsa, Telegram kanallarimiz bor. Sarachi agronom Aziz yozilgan kanallarimiz bor. Telegramga o'tishlaring mumkin. Har videolar nima ishlar bo'lishi batafsil aytib yoritib borilmoqda. Bizdagi kamchiliklarni sizlardan so'rab qolamiz. To'g'ri. Bizda ham kamchiliklar yo'q emas, bor. Faqat bizdagi erishadigan yutug'imiz sizga yoritmoqchi bo'lganimiz kalta kesib tashab, mana xuddi shu tanaga olib kelish uchun 4-5 yil, 6 yil umrda o'tkazib qo'ymang demoqchiman. 2 yilda oladigan yutug'imiz bu. Toqalanmay qolingan joylar bular. Mana bu o'rinda chiqib ketganda bu nariga qarab yurardi. Bunisi bu yoqda yurardi. Bunisi olib tashalganda ikki tomonda yurardi. Ora masofa mana shu ikkovi bo'lishi kerak. Bu oradan chiqib ketish kerak bunda. Mana xuddi o'sha manaka. Shaxmat shaklida turibdi. Bir-biriga xalaqit bermagan holatda. Qarang qanaqa go'zal. Qarang qanaqa chiroyli. Novdalarimiz ishlashi. Mana boyagi holatimiz nimaga olib kelib turibdi? Mana. Nima olyapmiz? Bizda nima yutuq, nima yo'qotish turibdi mana. Qalinlikdan. Hurmatli obunachilar, biz sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Manakay, boya sizga aytib o'tdik. 200-250 gram deganimiz. Tarozi yoqildi. Mana xuddi o'sha shaftoli gramiga e'tibor beramiz, 280 gram. 4 tasi shunda 1 kilo qancha bo'lyapti? 1 kilo 120 gram bo'lyapti. 4 donasi. Mana sizga isboti.